Sirdaryo viloyati kelajak liderlari. Lider yoshlar klubi tashkil etildi. Mamlakatimizning rivojida faol intiluvchan yoshlarning munosib o'rni bor. Sirdaryo viloyati kelajak liderlari klubi a'zolari. Kelajak liderlar klubi. Kelajak liderlari klubi faoliyati yo'lga qo'yilganligi haqida avval ham xabar bergan edik. Klub faoliyat davomida klub a'zolarini davlat fuqarolik xizmatiga qiziqtirish, ularga liderlik, ya'ni yetakchilik salohiyatini o'rgatish va keyingi davrda ularni salohiyatlar, ichki bilim salohiyatlarini yuzaga chiqarish maqsadida turli xil davlat suhbatlari olib boriladi. Klubni tashkil qilishning asosiy maqsadi esa o'sha bitta terminni ishlatmoqchiman, kelajak rahbarlarini shakllantirish, volontyorlarni shakllantirish. Asosan 3 ta maqsadni shakllantirib oldik, ya'ni jamoa bilan kirishib keta olish, jamoani boshqarish, uning psixologiyasiga ta'sir o'tkazish. Nafar a'zolar viloyat kesimda tuman hokimlariga biriktirilgan. Biz Shirin shahar hokimiga biriktirilib, bir kunlik faoliyati bilan tanishdik. Shu faoliyat bilan tanish davomida rahbarlik salohiyatidagi tuman kesimida qilinayotgan ishlarni va o'zimizga kerak bo'lgan barcha ma'lumotlarni almashib, kelajakda rahbarlik faoliyatimiz uchun klubda ish olib borishimizda o'zimizning tajribamizni oshirdik. Yoshlarimiz bilan birgalikda muloqot natijasida bir-birimizni to'ldirib, bir-birimiz bilan hisoblashib, yuqori natijalarga erishamiz. Boshqa yonimiz atrofimizdagi liderligi qobiliyati bor ayollarimizni o'zimizni atrofimizga birlashtirishga qanaqadir kuch topamiz. Inson qadri uchun